Oldingi videoda aytdim, B2B продажада eng katta xato bu LPR bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaslik, aloqa o'rnatmaslik. Endi bu videoda yechim beraman, o'sha LPR ni kimligini aniqlab olishlik uchun. Ishlaydigan oddiy yechim. Bu nimaga kerak? Deylik, bir kompaniyaga bordingiz, o'zingiz mahsulotingizni, xizmatingizni sotmoqchi bo'lib taklif qilib. Deylik, sayt sotmoqchisiz, sayt qilib beraman deyapsiz. Bu sizni xizmatingizga daxldor bo'lgan xodimlar, odamlar ko'p. Deylik, marketolog, finansist, direktor yoki yana kimdir. Yoki qurilish kompaniyaga bordingizda, o'zingiz mahsulotingizni sotmoqchi bo'lib, u yerda bor prorab, bor finansist, bor zakupshik, bor biznes egasi, bor direktor, kim qaror qabul qilishini bilmaysiz. Aniqlab olishingiz kerak. Bu uchun bitta savol bering. Bitta savol. Bu masalada kim yakuniy qaror qabul qiladi? Yoki kim qarorni tasdiqlaydi? Keyin eshiting. Falonchi desa, bo'ldi. Falonchi bilan aloqa o'rnating, falonchining kontaktini oling, falonchiga bering taklifingizni. Foydalaning, sotuvingizni oshiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.